Assalomu alaykum akalar, ukalar. Qarshilarda basseynimiz tayyor holatda. Akamiz buyurtmalariga asosan yonlarida mana o'zining maxsus kalsiolari bor. Suv to'ldirganingizda mustahkam bo'lishligi uchun, ketib qolmasligi uchun mana burchaklari ham burchak qilib ketilgan va mana o'zini maxsus ilgilari bor. Har bitta dugasida arqon bo'ylab o'zidan o'tkazib ketaverasizlar. Har bitta yonining o'zida 50 tadan kalsiyosi bor. Orqa tomonida 20 ta bo'ladi va suv to'ldirganingizda, misol uchun oxirgacha to'ldiriladimi yoki yarmigacha bo'lsa ham qorin bera olmaslik uchun mana o'zini polgagada maxsus bellamchalar qo'yib ketilgan. Buni razmeri 5 ga 10 va mana orqa tomonida ham, ya'ni yon tomoni qorin bermaslik uchun mana bunaqa narsa qilib ketilgan. Mana pastida ham bor. 45 gradusli burchak qilganmiz. Pastga tushadi va mana shunaqa joyga taxminan shaqa tushadigan bo'lsa, qoziq qoqib qo'ysanglar, mana bu narsa o'ynamaslikka yordam beradi. Buni yerdan balandligi mana shu tomonigacha, pastdan balandligi 1 metr bo'ladi. Karkazlari ko'rib turganingizdek 4 ga 4 1.7 stenali baquvvat profildan ishlangan va kraskalar bilan tayyor qilib berganmiz. E'tibor beringlar, hozir tent yopib qo'yingani uchun ko'rinmayapti. Pol qismida ham mana har bitta tepadagi dugani pastida ham yechiladigan syomniy dugalari bor. Mana bu yoqdan e'tibor qilsanglar ko'rinadi. Mana 3 ta tayyor holatda tagiga qo'yib ketilgan. Bemalol qanaqadir maqsadda yoki cho'milish uchunmi yoki bironta bir baliq boqishlik uchunmi buyurtma qilsanglar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ushbu videoni shunaqa repron qilishlik uchun hovuz qildirmoqchi, ya'ni basseyn qildirmoqchi bo'lgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.